Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisiga Mina mashhura sizlar bilan birgalikda. Bizda esa navbatdagi samimiy tabrik va biz boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mahliyo xonapo azizmisiz? Ha, menman. Opajonim yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Alhamdulillah. O'zinglar? Rahmat opajonim, sizni ovozingizni eshitgach yanada yaxshi bo'ldik. Bugungi shukronali kunlaringiz, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. O'zimni tanishtirib o'taman. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan, yaqinimga tabrik dasturidan boshlovchi singlingiz mashhura bo'laman opajon. Ruxsat etsangiz, albatta birozgina vaqtingizni olib suhbatimizni chiroyli tarzda davom ettirsak maylimi? Mayli, Xo'p, bo'ladi, rahmat. Allohning sevimli bandasi bo'ling, baxt va omad ila yuzlarga kiring. Dunyolar saodati sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Allohimizga suyukli banda, Rasulumizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz, yangi yosh bahorlaringiz muborak bo'lsin opajon. Rahmat. Hammalarga. Rahmat. Opajonim, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz juda ham ko'p, ammo bugun biz orqali sizni xursand qilmoqchi bo'lgan ushbu yaqin insoningiz aynan kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi? Yaqinlarim hamma bo'lishi mumkin, chunki o'tgan yil ham ko'pchilik tabriklashgan. Singillarim, xo'jayinim, kelinlarim hammasi tabriklashgan. Hozir birisini aytsam, birisi ko'ngli ranjib qolishi mumkin. Ularni hammasini yaxshi ko'raman. Eng birinchi e'tibori uchun. Xo'p, bo'ladi. Yordam qabul qilasizmi opajon? Kim bo'lishi mumkin? Singlimmi? Singillarimdan. Yoki xo'jayinimmi? Singlingiz qatoriga kirgan inson albatta. Aynan kim bo'lishi mumkin yoki o'zimiz yordam beramizmi? Oqilaxonmiki? Afsuski yo'q opajon. Yoki Mubinaxon bor singillardan, Madinaxon bor. Juda ko'pda singillarim. Xo'p, bo'ladi, bo'lmasam yordam qabul qilasizmi opajonim? Mayli. Xo'p, bo'ladi. Bizga murojaat qilgan insoningiz ayni daqiqalarda siz bilan birgalikda ishlab, birgalikda mehnat qilayotgan singlingiz Xosiyatoy bizga murojaat qilgan opajon. Subhanalloh. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh barchamizga rozi bo'lsin. Bor bo'ling opajon. Sizga bo'lgan cheksiz hurmati va albatta mehri bilan yozilgan chiroyli tabriklarni siz uchun o'qib eshittirsak, qabul qilib olasizmi opajonim? Ha, albatta. Mashalloh. Assalomu alaykum aziz opajonim. Siz bilan birga ishlash men uchun juda ham katta baxt. Har doim menga yelkadosh bo'lib qo'llab-quvvatlaganingiz, maslahatlaringiz, mehringiz va mehnatingiz uchun chin qalbimdan minnatdorman. Siz juda yaxshi, oqko'ngil va mehribon ayolsiz. Men sizni juda ham hurmat qilaman. Birga qilgan mehnatlarimiz samarali bo'lib, do'stligimiz va hamkorligimiz yanada mustahkam bo'lsin. Biz bilan birga qilayotgan mehnatlaringizga rozi bo'lasiz. Alloh taolo qilgan har bir mehnatingizdan rozi bo'lsin. Rizqingizni barakali, umringizni uzoq, sog'ligingizni mustahkam qilsin. Har doim yuzingizdan tabassum, qalbingizdan xotirjamlik asramasin. Ilohim barcha ezgu niyatlaringizni ushalsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, barchasini ijobatini duolarimizni so'rab qolamiz albatta. Bugungi tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Sizni chin qalbimdan tabriklab qolaman va menga juda ham qadrli insonimsiz. Hurmat qilaman. Yaxshiligingiz uchun Alloh ajringizni ziyoda qilsin. Dillar go'zal islom bilan, qalblar go'zal iymon bilan, Alloh bergan umrimiz go'zal sizdek aziz insonimiz bilan. Alloh umringizni barakali qilsin. Hurmat va mehr bilan singlingiz Xosiyatoy deb maktublarni yakunlagan ekan opajon. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh barchamiz rozi bo'lsin opajonim. Bor bo'ling. Yaqinlaringizga albatta salomlaringiz, qalb so'zlaringiz esa yozilib qoldi opajon. Marhamat, sizga imkoniyat beramiz. Yaqinlarim hammasini yaxshi ko'raman. Xudoyim Alloh rozi bo'lsin. Jonim singlim Xosiyatxon. Tilaklarim, tabriklar uchun alohida Alloh rozi bo'lsin. Men uchun nafaqat hayot yo'ldoshda, balki yaqin do'stim, suyanchim bo'lib qolgani uchun Robbimga duo o'z panohida asrasin. Umrlari barakali,
qalblari xotirjam qilsin, oilasida mehr muhabbat, rahmat, baraka to'ldirib, birga jannatda ham jam bo'lishlikni nasib qilsin. Men uchun qilgan har bir yaxshilikni ajrini Alloh o'zi ziyodasidan qaytarsin. Singlimni juda yaxshi ko'raman, Alloh uchun. Yana bir bora katta rahmat. Rahmat opajonim, bor bo'ling. Albatta singlingizdan faqat chiroyli tabriklar bilan chegaralanib qolmagan holda chiroyli taronani maxsus siz uchun taqdim etgan opajonim, marhamat, singlingizdan qabul qilasiz. Aha, xo'p, rahmat. Alloh razı olsun. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Opajonim, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat opajon, biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz? Xo'p, sizlarni ham ishlaringizni rivoji bersin. Allohim bundan-da xayrli ishlarni boshlab yuringlar. Ilohim Har aytgan doim oldinda, omadda, yaxshilik kunlarda yuringlar, Xudo. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat opajonim, chiroyli tilaklaringiz o'zingizga hamroh bo'lsin. Allohga omonatsiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'p rahmat, sog' bo'linglar. Jamoalaringizga ham alohida rahmat hammanglarga. Rahmat.